Bo'ydoqlar umuman kimdan maslahat oladi? Bo'ydoqlarga kim maslahat beradi? Ular birinchi jinsiy kechada, jinsiy aloqa vaqtida, chimildiqda xatolarni qilmaslik uchun kimdan maslahat olish kerak? Ular nima qilish kerakki, чтобы birinchi kechada muammo bo'lmasligi uchun? Assalomu alaykum azizlar. Bugun YouTube kanalimizni mavzusi bo'ydoqlar haqida gaplashamiz. Bo'ydoqlarga maslahatlar. Ular birinchi kechada xato qilmasliklari uchun maslahatlarni gaplashamiz. Men ismim Dr. Akbarshoh, urolog, andrologman, bilasizlar. Va hozirgacha 100 mingdan ortiq bemorlarga o'z maslahatlarimizni berib va davolab, kerak bo'lsa operativ jarrohlar yo'li bilan davolab kelmoqdamiz. Demak, davom ettiramiz. Bo'ydoqlarni temasi. Bo'ydoqlar umuman qachon bo'ydoq? Bular uylangungacha bo'lgan davr bo'ydoqlar davri hisoblanadi. Ya'ni jinsiy voyaga yetgan davrdan boshlab uylangungacha bo'lgan davr bo'ydoqlar davri. Bu davrda to'ygacha hali vohli erkaklar, yigitlar kimdir jinsiy hayoti bor, kimdir jinsiy hayoti yo'q, faqatgina shu ruschasiga aytganda девственник, ya'ni hali bokir-bek bo'lib yashab yuradi jinsiy hayotgacha. Kimdir bokiraligini yo'qotgan, уже unda jinsiy hayot bo'lgan va opiti bor. Kimdir juda ham kam bo'lgan, hali qo'rquv bor o'zida. Shuning uchun birinchi jinsiy hayotga qadam qo'yayotgan erkak kishini hayolida bo'ladigan, eng ko'p bo'ladigan muammo birinchi kechada olatim yaxshi turarmikin, turmay qolmasmikin, uxlab qolmasmikin degan fikrda bo'ladi. Uxlab qolmaydi agar siz shu narsani hadeb o'ylavermasangiz. Uxlab qolmaslik uchun ba'zi bir layfhaklar bor, ularni aytib o'tamiz va undan keyingisi bu o'sha bo'lajak ayolini bunga, buni tanasiga, buni ko'rinishiga, buni olatiga reaksiyasi qanaqa bo'lar ekan? Olatimni kichkina deb o'ylamasmikin? Olatimni ustidan kulmasmikin? Mani qanaqa qabul qilar ekan? Endi hamma bo'ydoqlarni tanasi tuzilishi har xil. Kimdadir sochli juda ham, kimdadir sochsiz silliq, kimdadir jinsiy olat qiyshiqroq, kimdadir juda kichkina ko'rinishi mumkin qorni hisobiga, kimdadir soch tashqi gigiyenasiga umuman e'tibor bermaydi, soch o'sib yotadi tashqi jinsiy a'zo atrofida, kimdadir silliq qilib turadi, kimdadir intimniy depilyatsiya qilib qo'yadi, kimdir jinsiy olatini atroflari juda ham narsa toshgan, juda ham qora rangda qorayib ketgan, ko'rimsiz holda. Kimdadir sunnat qilingan vaqti yoshligida noto'g'ri qanaqadir neobычный kesilgan hisobga ko'rinishi xunuk, terisi ortiqcha, chandiqli, terisi головкasi tortilgan. Mana shu narsalar, oddiy narsalar. Buni ayolim, ya'ni bu dushli ayolim ko'rsa, reaksiya qilmasmen degan o'zidagi qo'rquv. Reaksiya qilmaydi va gapirmaydi ham, chunki sizni bu juftingiz, bu sizga va'da bergan, xonning oldida ham, o'sha domlani oldida ham va'da bergan, что hech qachon sizni ya'ni og'ir vaziyatga solib qo'ymayman deb. Jumladan siz ham kelajakdagi ayoli ikkita, uchta turmushni ko'rmagan bo'lsa, agar birinchi marta turmushga chiqayotgan ayol bo'lsa, unda bunday reaksiyalar, ya'ni bunday ko'rinishlar bo'lmaydi. Chunki ayol kishi erkak kishini jinsiy holatiga qarashi umuman mumkin emas yoki qarashi joiz emas. Qaraganda uyaladi, ko'zi tushmagan, tim bo'lib birinchi marta ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Bu rasmda ko'rgan bo'lishi mumkin, hayotda ko'rsa qaramaydi ham. Bu narsa o'tib ketdi, keyingisi bo'ladigan qo'rquv bu qizlik pardasi. Bu juda ham bo'ydoqlar orasida tarqalgan gap. Qizlik pardasi. Bu pardani men asbobim yirta olaydimi, ola olaydimi degan narsa. Ola oladi. Sizni asbobingiz asosiysi qo'zg'alsa bo'ldi. Asosiysi 5 sm-dan uzun bo'lsa bo'ldi qo'zg'algan vaqtda. Chunki qizlik pardasi qizlik lablarini, ichki lablardan 1 sm, 1,5 sm ichkarida turadi. U ichkarida emas, ba'zilar miflarga o'xshab. Chunki shunaqa gap chiqib ketdi. Qizlik pardasi juda ichkarida ekan, olating kichkina bo'lsa ola olmaysan. Bu 12 sm olat bilan ham jinsiy qizlik pardasini yirta olmaysan degan fikr chiqib ketdi. Bu noto'g'ri fikr va bu narsa umuman noto'g'ri. Unday emas. Tasavvur qiling, qiz bolaning qizlik pardasi ichkarida-da, u ungacha nima xohlagan ishini qilib yuradi. Xolasa barmog'i bilan o'zini xondirib yuradi, xolasa o'sha aloqa qilib yuradi. Unaqa emas. Qizlik pardasini o'zi bo'lishiga sabab qizlik lablardan ichkariga qinga infeksiya kirmasligi uchun himoya qilib turadigan yupqa parda va uni o'rtasida teshik bo'ladi. O'sha infeksiya ichkariga kirib ketmasin degan maqsadda himoya qilingan bo'ladi. Joyida aytib ketaman, jinsiy olatni
qanday o'lchamda bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni qo'zg'algan vaqtida qiyshiqmi, chapga qaraganmi, pastga qaraganmi, tepaga qaraganmi, golovkasi kichkina, o'zi tanasi go'shtlimi yoki aksincha tanasi ingichka, golovkasi kattami, qanday bo'lishidan qat'iy nazar siz buni turg'izib qinga tiqqaningizda ishlatadigan narsalar bor. Ya'ni gel, mayz, vazelin albatta bo'lishi kerak, chunki sizni olatingiz teshigidan chiqadigan smaska yetarli miqdorda bo'lmay qolishi mumkin. Tursingizga artilib ketishi mumkin va shu narsalar ta'sir qiladi. Aloqadan oldin siz albatta ruhan o'zingiz tayyor bo'lishingiz kerak birinchi kechada. Chunki siz o'zingiz ruhan tayyor bo'lmasangiz, siz o'zingiz tanangizni qanaqa tuzilishda, nimadan iboratligini bilmasangiz, siz aloqani amalga oshira olmay qolasiz. Ya'ni omadsiz kechadi. Va birinchi kechada albatta siz o'zingiz tayyor bo'lganingizdan keyin ayolingizni ham tayyorlashingiz kerak ruhan. Qanaqa ma'noda? Unga ruhiy madad va jismoniy ozgina yordam berishingiz kerak. Ruhiy madad deganda qo'rqma, bu narsa imtihon, kelamiz boshimiz birinchi marta, hatto sizda bir necha marta o'sha to'ygacha bo'lgan bo'lsa ham, siz buni ayolingizni ruhan madad berib, sal bo'lsa ham расслабиться qilishiga, bo'shashishiga yordam berishingiz kerak. Chunki agar bunaqa qilmasangiz, shartta ochib shtonni ichib tiqaman desangiz, u ham qarshilik qila boshlaydi, ham qo'rqadi va siz olatingiz qo'rqqandan qarshilik qilgandan uxlab qolish ehtimoli bor. U qattiq qarshilik qilgandan, qinni qattiq zo'riqqandan siz o'sha qizlik pardasini noto'g'ri yirtib qo'ysangiz, qon ketib qolishi mumkin. Bu juda kam uchraydi, lekin qarshilik qilganda ko'p bo'lib qoladi shunaqa holat. Shuning uchun hattoki bu qarshilik qilib siz asbob tiqmasangiz ham, u qin ertaga vaginizm degan kasallik o'chab qolsa, sizni olatingiz qinga kiraman deganda ham og'riq beraveradi. U keyin o'sha boshqa muammo. Shu narsa bo'lmasligi uchun siz albatta ayolingiz bilan birinchi kechada yaxshilab suhbat quring. Поддержка qiling moralni. Yaxshi so'zlar, yaxshi gaplar, sevishlaringizni, umuman kelajakdagi narxalaringizni, maqsadlaringizni hammasini aytib, uni yaxshilab bo'shashtiring. Va aloqa vaqtida erkalash yetarli miqdordan ham ko'p bo'lishi kerak. Erkalash bo'lmasa, qizlik pardasi ho'llanmaydi, erkak kishida olatdan shilimshiq chiqmaydi va maksimal darajada mushaklar bo'shashmaydi. Yaxshilab erkalaysiz, shu joyda aytib ketaman. Qizlik birinchi kechada kichimildiqdan oldin 2 soat 3 soat oldin iloji bo'lsa CD qop to'la bo'lsin. Bu jinsiy holatni uxlab qolmaslikka olib keladi. Yoningizda vazelin, lubrikant nimadir bo'lishi kerak, чтобы sizni mabodo smaskangiz yetmay qolsa, shuni surib qinga kirib ketish uchun, holatni yaxshi kirib ketish uchun surtma kerak. Va yaxshilab erkalaysiz, smaskani surasiz, holatni uxlab qolmaydigan darajada o'sha, ya'ni o'zida ham ruhan tayyorsiz. Menda holat uxlamaydi, menda o'lchami yaxshi, muammo bo'lmaydi, hamma sekatlarni qilma. Ham qovg'ingiz to'la, holat uxlab qolmaydi, yaxshi turadi. Va holatni sekin, конечно, to'g'ri tiqmaysiz, anatomik jihatdan sal bo'lsa ham gibki, o'zingizda gibkis bo'lish kerak, ya'ni egiluvchan bo'lish kerak. Shunaqa yo'l topib kirganda holatni qinga yo'naltirish kerak. Albatta kuch bilan emas, sekin qilinib 2-3 marta, 4 martami, 5 martami holatni ichkarigacha botirib olinadi. Bo'ldi, shu. Boshqa keyin undan keyin aloqa qilinmaydi. To'xtatiladi, dam olinadi. 3 kundan keyin yana aloqa qilinadi va unda albatta vazelin kerak bo'ladi. Endi bu narsalarni siz masalan yana bunga ham tegishli bo'lgan, yana ham force major holatlar bo'lib qolsa nima qilish kerak? Turmay qolsa, uxlab qolsa nima qilish kerak? Qiz qarshilik qilsa nima qilish kerak? Nimadir dori ichish kerakmi, yo'qmi? deydigan bo'lsangiz, buni endi masalan o'zidagi muammoni bilish uchun, doimo bilishingiz uchun biza mana shunaqa holatlarni, umuman jinsiy hayot boshlangandan keyin erkak kishining hayotda bo'lishi kerak bo'lgan muammolarning yechimini topadigan yopiq klub so'zlash qilganmiz. Bu klubni silkalarini berib qo'yamiz. A'zo bo'lib qo'ysangiz, sizga zarar qilmaydi, faqat foyda beradi. Ishingizga rivoj, bo'ydoqlarga omad. Muammo bo'lsa, yopiq klubda ko'rishamiz. Salomat bo'ling.